Emil Durkheim kapitalizm nega bizni boy qilsa-da, ko'pincha qanday qilib bizni baxtsizroq qilishi mumkinligini eng yaxshi tushuntirib bera oladigan sotsiologdir. U 1858-yilda Fransiyaning Germaniya chegarasiga yaqin Epinal nomli kichik shaharchada tug'ilgan. 40 yoshga yetganda u juda muhim va nufuzli lavozimga tayinlandi, ya'ni Parijdagi Sorbonna universitetida professor lavozimi bo'lib ishga olindi. Durkheim o'z davrida Fransiyaning mislsiz keskin o'zgarishiga guvoh bo'ldi. An'anaviy qishloq xo'jaligi jamiyatida chiqdi. Shiddat bilan rivojlanayotgan shahar industrial iqtisodiyotiga o'tish jarayonida u mamlakatni qanday boyib borayotganini o'z ko'zlari bilan ko'rdi. Kapitalizm bu borada nihoyatda samarali edi. Bir jihatdan u insonlarga ozodlik olib kelayotgandek tuyulardi. Ammo Durkheimni eng larzaga solgan narsa bu iqtisodiy tizimning odamlarni ongini qanday o'zgartirayotgani edi. Ularni asta-sekin o'z-o'zini yo'q qilish sari, so'zning ayni ma'nosida o'z joniga qasd qilish sari yetaklayotganidir. U buni tobora ko'proq misollarda ko'rdi. Zamonaviylik muammosi haqidagi bu tushuncha Durkheim uchun juda muhim bo'lib, uning eng mashhur asari Suiqasd 1897-yilda chiqarilgan kitobining asosiga aylandi. Kitob ko'plab fojiali holatlar bo'yicha rasmiy ma'lumotlarni tahlil qilishga asoslangan. U shuni aniqladiki, Fransiya industriallashganidan buyon o'z joniga qasd holatlari keskin oshgan. Iste'molchi kapitalizmi jamiyat hayotini egallab borgani sari bu ko'rsatkich yildan-yilga ko'tarildi. Masalan, Durkheim ta'kidlaydiki, uning davridagi Angliyada o'z joniga qasd darajasi Italiyanikidan 2 baravar yuqori bo'lgan. Boyroq va rivojlangan Daniyada esa bu ko'rsatkich Buyuk Britaniyanikidan 4 baravar ko'p edi. Durkheim o'z joniga qasdni jamiyatdagi umumiy baxtsizlik va umidsizlik darajasining eng keskin ko'rinishida sifatida ko'rdi.